Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrdagi kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 158-sonli farmonida Andijon pedagogika kolleji Andijon pedagogika texnikumiga aylantirildi. Shu munosabat bilan texnikum 2025-2026 o'quv yili uchun bir necha yo'nalishlarda 9 va 11 sinf bitiruvchilarini o'qishga qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Asosan texnikum maktabgacha ta'lim, musiqiy ta'lim, jismoniy tarbiya, kutubxonashunoslik, kompyuter operatori, tasviriy san'at, oshpaz, tikuvchilik kabi qator yo'nalishlarda o'zini mutaxassisliklarini ochgan. Bugungi kunda ta'lim muassasamizda 800 ga yaqin o'quvchilar tahsil olayotgan bo'lsa, 2025-26 o'quv yilidan boshlab mana shu ta'lim muassasamizga 9 va 11 sinf o'quv bitiruvchilarini targ'ibot qilish maqsadida bugun ta'lim muassasasida katta ko'lamda ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Bugungi tadbirda Andijon shahar va unga yaqin bo'lgan Izboskan, Oltinko'l, Andijon tumanlaridan 1050 ga yaqin o'quvchilar ishtirok etib, mana shu o'quvchilardan hozirda ta'lim muassasasida o'qish istagini bildirgan o'quvchilarimiz 108 nafarni tashkil etmoqda. Biz mana shu ochiq eshiklar kuni kabi tadbirlarni o'quv yili yakuniga qadar davom ettirib, barcha o'quvchilarni mana shu tadbirlarimizda ishtirokini ta'minlashga va ta'lim muassasasiga targ'ibot qilishga intilyapmiz. Ta'lim muassasasida kunduzgi ta'limdan tashqari bugungi kunda davlatimiz tomonidan alohida e'tibor berilayotgan dual ta'lim yo'nalishi shakli alohida e'tiborga sazovordir. Hozirda ta'lim muassasamizda 350 nafar dual ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quvchilar tahsil olayotgan bo'lsa, ular 4+2 ko'rinishida, ya'ni 4 kun ish joylarida ish haqi olgan holda amaliy tarzda 2 kun nazariy mashg'ulotlarni ta'lim muassasasida o'tayapti. Bu jarayonni biz yanagi o'quv yilimizga ham 1000 dan oshirishga, mana shu yo'nalishlarda 1000 dan oshiq o'quvchilarni qabul qilish istagini hozirda vazifani o'z oldimizga qo'yganmiz.